Captiva'ni tinig'idan, zo'ridan niyat qilgan obunachilarimiz uchun bitta laykni bosib qo'ysa qadrdonlar. Mana sizlarga Captiva 2012 2.3 petnosi bor. 3.6 Trailblazer motor qo'yilganidan vobshe holati zo'ridan o'zlari bilasizlar, bularda haligi 3li motor bo'ladi. 3li motor shunday olib tashlab turib, 3.6 motor chotkisidan zo'ridan qo'yib qo'yilgan. Tortishlari endi vobshe zo'r. Benzin zapravkasi bor akalarimiz uchun mana sizlarga 100 ga 12 dan 13 ta benzin asut qilyapti ekan mashina. Xudo xolasa, lekin yurishlarni o'zimiz ham bir qator ko'rdik. Yaxshi, anchagina chotki, go'zal. Mana bitta orqa bagajida kraskasi bor ekan. Petno bor ekan, kraska hisoblab yubordik. Keyin oldi kapotda petnosi bor ekan, lekin ichlari vaqt taniq turibdi. Hozir videoni ko'rsangiz oxirigacha hamma ma'lumotlarni berib o'taman. Xullas, mashinada propan gaz ballonlargacha bor. Pakelinamasi, prostoy propan pakelindan qo'yib qo'yishdi. Prostoy. To'g'ri, propanlar qo'yib qo'yishdi. Evakorlari bor, koja holatlari. Zo'r turibdi, juda ham bir yaqinroqdan olish va hali Captivachilar o'zlari bilishadi. Koja holatlarini, anaqaligini. Mashina anchagina yaxshi, akkurat turibdi. Xudo xolasa, probeshkalarimiz qancha bo'lgan ekan buni endi? Yarimta kaltga xudo xolasa mashina o'tadi. 346 ming ekan probegi, o'zini halol yurgan probegi. Bo'ladi, bitta o'ch oladi, yo'q nimalari. Avtomat, lyuklariga chotkisa turibdi. Salonda umuman ishi yo'q. Lenovo monitor, Evacor Polik. Bitta motorning ishlarini ko'rsam hozir aksiyalarini. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 11 ming oxirgi qo'lga tegishi, barter bor. Gentra, Cobalt, Matiz farqi yo'q. Barter qilamiz. Detsklinasi yo'q orqada, metan bo'lgan, lekin metan olib tashlab turib, propan qo'yib qo'yilgan. Arqa salonni ham akkuratni qilib qo'yilgan. Hozirlarga oldilarini ham ochib ko'rsataman. Bu orqadagi plasmassalari ham xudo xolasa taniq, zo'r turibdi. Adashmasam bu sepilmagan ham, bu o'zini shu haligi motiv holatda turibdi. Bitta niyat qilganlar bo'lsa, like, podpiska bosib o'rasizlar. Xo'p, mashina olgan odam afarmellar qilib olish sharti bilan oladi. Tutdi, yumshoq ballonlar ham turibdi, ichlari ham asal holatda zo'r holat turibdi. Xudo xolasa, murdalargacha to'r qilingan, shu to'rda nimalardan, farlardan, nimalardan qo'yib qo'yilgan. Облицовка, bufer, farlar hammasi to'rdagi qo'yilgan. Motorda ishlashi holati endi juda ham bir go'zal, zo'r holat turibdi. Mana shunaqangi mashina o'qtab yurgan obunachilarga o'rtoqlaringizga jo'natib qo'ying. Mana sizga 3.6 haqiqiy Trailblazer motor, propan gazi tayyor, minishga tayyor mashina. Xohlasa motorda ishlashi realni chotga ishlayapti. Videoda ko'rib chiqishi mumkin, lekin eshitib ko'rgan odamga xudo xolasa anchagina bir mayin va silliq. Nima deysizlar qadrdonlar? Narxini oxiri bo'lishini 11 mingga beraman deyishyapti. Navoda olamiz degan akalar bo'lsa, qorong'ida kelsalar, avtorengen fanlarimiz bor, tekshirib kraskalarini ko'rib ham beraveramiz. Shu ikkita ishda petnosi boriga bo'lsa barakan qo'lsalaring bo'ladi. Narxi qo'liga tegishi 11 mingga, undan kami yo'q ekan qadrdonlar. Menimcha yomon variant emas, 3.6 motorlargacha qo'yib qo'yishibdi. Bosinglar bo'lmasa.